Powerbanklar kimda zaryad tugagan bo'lsa, mana shu yerdan almashtirib ketish mumkin ekan. Yozib qo'ygan, tushunsa-da. Ani tushunib qoldim. Oson til ekan bu, Xitoy tili. Ancha-muncha gaplashyapman. Bu o'sha otelni ko'rinishi. Bitta shu haligi reklamalar, xullas otelda o'tiradigan o'zini firma nimalari bor ekan, vakillari. Shunaqa sayohatlar reklama qilar ekan, ammo juda qimmat. Buni joyda olgan ancha arzonga tushyapti. Bu tashqarisi o'sha kirkirish nimasi xiralashib ketdimi? Taksilar. Taksida odamlar keladi. Reception. Bitta o'sha yangi yilga tayyorgarlik boshlangan. Archalar yasatib. Mana bu vestibul ko'rinishi oteldagi. Mana qarab xonalarga chiqib ketadilar hammasi. Mana shu 8-9 qavatli nima. Bu xona, bu choyxonim. Yaxshi insonlar ekan. Bu o'sha tarixiy qanaqadir hujjatlar bo'lsa kerak. Dorilarmikan? Bilmasizlar xullas. Kulolchilik namunalari. Bu yerda qo'shimcha kofe ichadiganlarga kofe. Dam olish. Mana o'zbek ayollar ham ketdi, dam olgani. O'zbek ayollarga o'xshab kiyinyapti. Bu otelni nimasi, tashqari ko'rinishi. Endi chiqqanda mana bizning xonamiz mana shu yerlarda. Yo'q basseyn. Yo'q dengiz. Basseyn dag'ida o'sha yerda yo'l bor, dengiz. Basseyn, hatto oshxona. Xitoylar go'shtini, sakkiz oyoq go'shtlarini yeb, bitta sirazi qaynatar ekan, nimasida, qozon qilib qo'ygan oldiga. Bitta choyxonim kunda ishlatardi, bugun chiqmabdi. Mazasi qochib qolib kerak, tomog'i og'rib. Xullas mana shunaqangi chiroyli otel. Nihoyatda zo'r. Ataman hamma sharoitlari bor, xonalarda ham, qolgan joylarda ham. Not tomoni bor, faqatgina bular na o'zbekchani biladi, na ruschani, na inglizchani. Faqatgina xitoy tilida. O yaxshi, shu bahona o'rganib oldik. Hozir bemalol gaplashyapmiz. Xitoychada. Hozir o'zlari tushunmayapti, xolos xitoylarni o'zi. Bitta shu. Namoyish o'tirilgan nimalar. Hozir havo jinday tashagan. Bugun 27-noyabr bo'lsa, o'sha kunduzi issiq bo'lyapti, kechasiga sal ayozroq. O'sha ustimizga sportska kiyib olganmiz.
Bitta pianino olaman deganlarga pianinisi ham bor.